2015-yil. Ukam senga bitta zo'r maslahat beraymi? Ha, mayli aka, 1-2 so'm pul bersangiz ham mayli. Yo, 1-2 so'mni qo'yib turma, sen ko'proq pul keladigan yo'lni aytaman. Xohlaysanmi ko'p pul ishlashni? Ha, mayli aka. Bunday eshit, sen itni o'rganishing kerak. Veterinariyani aytyapsizmi yoki IT bilan adashtirib qo'ydingizmi? Ha, yo'q, uzr, o'sha kompyuterda nimadir taqir-tuqir qiladi-yu, o'sha ITmi nima? Sen hali qarab turgin 1-2 yildan keyin shunaqangi talab ortib ketadi bu kasbga, hamma pul shularda bo'ladi. Kelajak shularning qo'lida bo'lib qoladi. Bo'ldi. Bugundan boshlab shuni o'rganaman. 2025-yil. O'zi bir qiynalib dasturchi bo'lgandek ukam, robot o'rnimni egalladi deysanmi? Yomon bo'pti-yu. Lekin qara, bitta zo'r ideya bor senga qara. Endi sen o'sha robot bilan birga ishlashni o'rgangin, o'sha sun'iy intellektni o'rgan, hali ko'rasan, pulni tagida qolib ketasan. Kelajak aynan sun'iy intellektda deb mana televizorda ham aytib yotdi-yu ukam. Odam sizni maslahatlaringizdan qo'rqib qoldi lekin aka. 2029-yil. Yo'q, bu yilda nima bo'lishi hali noma'lum. Texnologiyalarning bu darajada tez rivojlanishini ko'rib, kelajakni qanday tasavvur qilishni ham bilmay qoldi odam. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l bu zamon bilan birgalikda harakat qilish. U tezlashdimi? Demak, biz ham tezlik qo'shishimiz kerak. Yurtimiz aynan shunday yo'l tutmoqda. Masalan, O'zbekiston 2030 strategiyasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirib, mamlakatni mintaqaviy IT hududiga aylantirish orqali onlayn xizmatlar eksporti hajmini 5 milliard AQSh dollariga yetkazish maqsad qilingan. Bu maqsad yo'lidagi ishlarning katta qismi shu yil 2025-yilda amalga oshirildi. Umumiy internet qamrovi 99.5% ga yetdi. IT eksport hajmi ilk bor 1 milliard dollarga yetmoqda. Millionlab yoshlar sun'iy intellekt bilan hamohang ravishda ishlayapti. Bu hali hammasi emas. 2019-yilda boshlangan 1 million o'zbek dasturchi loyihasi uchun ham 2025-yil omadli keldi. Coursera kompaniyasi bilan birgalikda Uzbek Coders platformasi orqali yoshlarga bepul o'qish imkoni yaratilgan. Bu imkondan allaqachon 439 ming nafar yosh foydalanib, zamonaviy kasblarni egallamoqda. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, oliy ta'lim hamda maktab ta'limi vazirliklari ayni yo'nalishga qiziqish bildirayotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2 maktabga elektromobil, 10 nafar o'quvchi uchun xorijga dam olish yo'llanmasi, 100 nafariga 10 million so'm pul mukofoti, 3 ta oliy ta'lim maskaniga 100 milliongacha rag'bat, 1000 nafar o'quvchiga notebook topshirishni nazarda tutgan. Bu shu vaqtgacha amalga oshirilgan ishlarning kichik bir qismi xolos. Shundan ham bilib olish qiyin emaski, O'zbekiston nafaqat davr bilan birga yurish, balkim undan o'zib ketish imkoniyatiga ham ega. Yangi natijalar bilan ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.